Aka 3 kunning ichida 8 ta o'lik chiqardik. 8 ta. 8 ta million pul bermasalaring Koreyada yo'q boramiz deyishyapti. Uyingdan bitta erkak chiqsa, xotinlar shang'illama menga. Qiling deyapman sizga. Baqirmay menga, siz nima baqirasiz? Muomala qilib gaplashish. Muomala qiling. Sizga emas menga baqirish. Men bolamni qo'yib keldim. Bolamni qo'yib keldim. Karillarni oxirida ko'rasan. Men hech kimga ishonmayman. Hech kimga ishonmayman. Kimlargacha ham aytib beraman kimligini. To'xtab tur, Ayt qani. Qani? Ana Nuribanim bor. Nuribanda qizlar ishlataman. Karis, rus, qozoq, qirg'iz, hammasi o'sha. Kerak bo'lsa Turkiya. Ha, yuvmasdan sassiq holiga jo'natish kerak edi, to'ppa-to'g'ri. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangni cho'qib aytmayman. Aytganman yo'q boraylik shuncha to'palem bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shaning uchun bir kattani bir kichkinani aytganini qil degan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmasdi. Baliq boshidan salsiydi, enasini ko'rdilaring kimligini, Samonga ayblarni Dogovor bilan ketdi. Ochmaylar. Hozir ko'rdingizmi ona? Bo'lmasa rasmga olib qo'y. To'rt qator narsa yozib topshiraman. Itga boravergan yugurib, butga boravergan. Men necha marta aytdim, yugur. Kevuringlar. Mani hech kim na karis, na advokat, na boshqa savol javob qilishga haqqi yo'q. Kimning haqqi bo'lsa, qo'ysin. Sani qizing Koreyada yoqilib ketib, yoqib yorishib bo'lganda nima bo'lardi? Buni berib, buni berib. Urmoqchi edingiz hozir. Mana kamera bor. Tur yo'qal, Savol qilasan. Haromzod, Zo'le. Chiq yo'qol. O'ligi xor bo'ladi. Kelin xafa bo'lmang-yu, betizam, qo'tizam teng xotin ekansiz.